Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 1993-yil 15-may kuni qabul qilingan rezolyutsiyasiga asosan ushbu kun butun jahon oila kuni deb e'tirof etilgan. Ushbu kunni oila kuni deb e'tirof etilishining asosiy maqsadi bir necha davlatlarning oilalarda mavjud bo'lgan muammolarga e'tibor qaratish ko'zlangan. Ushbu kunni oila kuni deb nishonlash esa oilalar o'rtasida fuqarolarga ta'sir etuvchi ijtimoiy, iqtisodiy va demografik jarayonlarni tahlil qilishga imkoniyat yaratib beradi. Oila jamiyatning alohida asosiy bo'g'ini sifatida unda insoniylik, madaniy va ma'rifiy qadriyatlar, milliy mentalitet, etnik urf-odatlar, avlodlarning o'zaro azaliy bog'liqligi va tarixiy chambarchasligi, barqarorlik hamda rivojlanish omili bo'lib tan olingan. Oilaning muqaddas hisoblanishida davlat tobora mustahkamlanib rivojlanadi va xalqning turmush farovonligi ijobiy tomonlama ortib boradi. Har doim mamlakatning rivojlanishi oilaning jamiyat va davlat oldidagi mavqeiga qarab belgilangan. Yurtimizda oilani mustahkamlash borasida olib borilayotgan chora-tadbirlar xalqaro hamjamiyatlarda yuksak e'tiroflarga sazovor bo'layotgani ham bejiz emas. Qonunchiligimizga nazar solar ekanmiz, oilaga katta e'tibor berilganligi, jumladan uni qanday tashkil qilish, oila a'zolari huquqlari va burchlari, umuman oilaviy hayotning barcha masalalariga urg'u berib o'tilganligini ko'rishimiz mumkin. Oilaviy munosabatlardagi yuridik xarakter, huquqiy normalar bilan ularning munosabatlarini tartibga solib, davlatning majburiy qoidalari bilan oila a'zolarining huquqiga ta'sir etib, oilani jamiyat xohlagan asosda rivojlanishiga yordam beradi. Oila muqaddas qo'rg'on va oilamiz hamisha tinch bo'lsin. Mahalla fuqarolar yig'ini vakillari oilalar bilan ishlab, ular holidan xabar oladi. Notinch oilalarga yo'q ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga alohida e'tibor qaratilib, zarur ko'maklar ko'rsatilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 27-iyun kungi O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi Prezident qarorining 3808 son qaroriga ko'ra 15-may Xalqaro oila kuni sifatida keng nishonlanmoqda. Inson hayoti oiladan boshlanadi. Bu yerda u shaxs sifatida shakllanadi. Oila bu sevgi, mehr-muhabbat, hurmat, hamjihatlik manbai asosida yetuk jamiyatni barpo etadi. Oilaning farovonligi mamlakat rivojining o'lchovi sifatida baholanadi.